Ona. Ishxonada ham, keyin o'rtoqlarim, ko'cha-ko'ydagi birodarlar ko'pi. Kamchiliging ko'p deyveradi-da. O'zim kamchiligim o'zimga bilinmaydi. Kamchiligimni qayerdan bilsam bo'ladi? Kamchiligini bilishni xohlaysanmi? Ozgina xotiningni jig'iga tegib qo'y. Butun qarindosh urug'ingni kamchiligini, o'zingni kamchiligingni, men onangni kamchiligini ham bilib olasan. Xotinimdan-a? Ha? Zo'rku. O'ylab ko'rmaganman ekan. Bir jig'iga tegsang bilib olasan. Hadi. Rostdan bu medkallarga qo'l bilan jig'larga tegib ko'ramizmi? Deb biramizmi? Hayot turgani kelib ketdi. Shu uylanishda ham e'tibor bermaganman ekanda. Har vaqt. Nima? O'zingizni qarang, qoningizni, amaki buvasiz, soch soqolingizga qaraysiz, qop-qoraligingizni qarang, tog'ingiz, ammangiz, xolangiz hammangiz sizlar qop-qorasizlar. Oyijon ham mamlaqa qilib yurarlar. Mana men davomida qorin sog'ib yuraymi? Ariqligimni gapiradi. Yaxshi ham bitta Muhammad o'g'lim o'zimga o'xshaydi. Yur o'g'lim. Qoringizni qarang. Ey xudoyim. Ha bolam. Bilib oldingmi? Ha, bilib oldim. O'zingga kerak narsa. Mana bilib oldim. Nima? Mana qashta qilib yurar ekanman.